Bugun Buxorocha shashlik ko'ramiz. Bismillah. Hamma joy rasvo bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Yoz kunida baliq ketadimi? Yuvib keldim qo'lani. Kim esiga tushdi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Alhamdulillah. Madinada ochilgan Gummaxonimdan kebabdan yeb ko'rasizmi? Bismillah. Alhamdulillah. Jasur hali sari bola pizzada bunaqasi bo'lmagan. O'zi u bir yilda bir marta qilardik. Nega qildik mana? 3 ta pizza 109 ming so'm. U mashinada olib turibdi, ko'rasan? O'shanga ber, chapillatib, shaqillatib yeb tashinglar. Bor tez olib tushib ber. Bismillah. Alhamdulillah.